Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizning kanalimiz obunachilar, kuzatuvchilar, ko'rishlarim uchun mana bunday gigant samovarimiz tayyor bo'ldi. 200 litrlik. Bu 200 litrga 800 litrdan oshib oladi. Ko'rishlarim uchun bu samovarimiz tutunbali bo'ladi. İçi karbiyonli formatda yasalgan samovarlarimiz. Başında olsun boşluğu çıktı. Zamanlarında adratiyat samovarlarımızın görüşleri mümkün. Krallarga doğru. Hemen teknolojine krallarga yatıkken ona sırtlarga berdi inşallah. Kullarına. Kanalımızda yana koyduğu yarak oynalarımız. Bularımız yığılaydıgandan buladı. Bularımız yığıladı. Teknolojine hemen olanlarını krallarga doğru. Keramikler plasması, boş yatırımı karşı bakıvattan hemen ümmet konuşmaydı bu. Soğulasa. Sonradan bularının iç görünüşleri mümkün. Bunu hacmi 35-30 litre atrafında su var hacmi. Önemli konsalatörlerimiz. Bunlar ilk tur variantda katta ve küçük yollarda konsalarını terip koyup ilk yola koyulardı. 300 litre ısıtılır bu. Yakışık yollarda. Önemli gördüğümüz litrede samovarımız ve gigant samovarımız içine görünüşü 150 litreler bunu. İçlerini görüşünüz mümkün. Yakta tutup geçeceklerimiz. Karbiyonlu formatda yasalgan görüşlerimizde doğrası ipek verişleri var, şu dahşat dolu yaptı. Buna şu 150 litre, 200 litre sularımızı basmak yapamıyor. 40 minut, 35 minut kaynatıyattı. Bemalol şurada olsa iş verişleri artık dahşat dolu yaptı. Bularımızın zakatga tayyor bo'ldi. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, bularning narxlariga keladigan bo'lsak, 4 million so'mga tayyorlab berdik. Tashqi material rubestinal bo'ladi, ichlari elektrikdan bo'ladi. Va mana bu samovarimizni 150 litrimiz, bu ham narxi 4 million so'm, tashqi elektrik bo'ladi desa, qariligi ko'rishingiz mumkin. Elektrik bo'ladi. Ular ham elektrik, shuning uchun narxi 4 million so'm, lekin hajmi 150 litr. Adratiyat samovarlarımızı keladigan bo'lsak, bularimiz ko'p xil variantda bo'ladi, ko'p xil variant. Besini qani yuqoriga qarab narxi o'zgarib turadi. Bularimiz dastlabkasi ichida bo'ladi. Aytilgan narxlar dastlabkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bularimiz dastlabkasi отдельно. Dastlabkasi kelishilgan holda bularni inshaalloh chiqarib beramiz. Bularni O'zbekiston bo'ylab harakatga tushiramiz. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, bilashingiz mumkin. 2 ligimiz 3 milyon so'm dastlabkasi ichida bo'ladi. 1.5 ligi 2 milyon 600 ming so'm dastlabkasi ichida bo'ladi. Bularimiz 1.2 ligi bor. 1.2 ligi 2 milyon so'm bu ham dastlabkasi ichida. Shuni bardak varianti bor. Kimga arzonroq kelsa 1 milyon 800 ming so'm dastlabkasi ichida bo'ladi. Teknolojik krallariga da qo'shiladi. Krallari yangi bo'ladi, latindan bo'ladi. Ham keyin hozir mana yana o'zgartirish kiritdik. Bularni vaqti mashinalarni mana ularni qo'lga qolmaydigan bo'ldi. Chiroyli ularni ham robot qo'yilgan. Endi bu abrakar samovarlarning ko'rinishiga keladigan bo'lsak, mana shu holatda yasaladi. O't chiqadigan joyi to'g'ri qaynab o'tgan zapastotiga o't tegadi. Bu ham qaynab turadi. Sovuq qolmaydi hech kunida. Nimaga sizlarda samovarlar qimmat, boshqalardan farq qilyapti deganlar uchun selektiv abrakar samovarni ko'rishlaringiz mumkin. Bularimizni ko'rinishi mana buni ko'rinishi. Buniki maydoni kichikroq, ochiq joyi, mana bu yerda suv turadi bunda. Bu issiq tizimga tegadi suvga. Bu qaynamaydi. Hech kim sovuq qilyapti. Mana bu ham abrakar samovarimiz. O'sha bular remontga kelgan. Xo'p, bunimiz mana tagi общий suv oladi. Nima bo'lmaydi? Bunaqa ko'rinishda yoki o'sha ko'rinishda bo'lmaydi. Общий suv oladi. Hemen ortadan kırbet çıkar koyun halas. Bu yer katta, hacmi, su alışlidir katta, lekin bularımız mençenin ekmek verişten ödülmeyden. Lekin Xudoga shukr, biznikilar var, şu iş verişler var, şu moshniy bo'ladi. Nimagaki mana ko'rishlarimiz mana shu ko'rinish holati. Keyin kakolojna mana shu yerda 1.5 ni, pastlar yapon 1.5 bo'ladi. Faqat mana bu yonida barachasi birlik listdan bo'ladi. Faqat bu suvni zashta qilib beradi xolos, ushlab turadi xolos. Lekin bu ham yuqa emas. Hammasini shunaqa bo'ladi arziyatini.
lekin qolgan joylar mana shu taklari, turbalar hamma yo'q burilishli bo'ladi. Qorindan bo'ladi. Va mana bunday kichkina samovarlarimiz bor. Pechkalar ustiga qo'yiladigan. Bizlarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Kirallarga ham yo'l qo'yib beriladi. Qishda bemalol foydalangani. Endi buni xudolar keyingi sezonda ekologik pechkalar bilan shu xuddi chiqaramiz. Bu keyin qo'lga bergan rakamlarga keladigan bo'lsak, buni narxi 1.100.000 so'm, dastlabkasi отдельно pul turadi buni. Lekin shu gupuralarga da hamma yo'q ekologik qo'shib beriladi. Va mana bunday samsalatlarimiz narxi kichkina keladigan bo'lsa 800.000 so'm, kattasi 1 million so'm. Bularimiz dastlabkasi отдельно pul bo'ladi. Kimga shunday samovarlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bemalol bizga zakaz berasizlar, murojaat qilasizlar. Har qanday samovar yasab beramiz, qo'ldan kelgancha inshaalloh. Bizda assortimentlarimiz ko'p. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 7-8 xil assortimentimiz bor. Faqat shu biz asosiy ishimiz samovar bilan shug'ullanamiz. Shu yo'nalishimiz samovarlarda. Shuning uchun effektini iloji zo'rlab chiqarish harakat qilamiz, ish berishlarini nimalarni. Bularimizni masalan qaynashga keladigan bo'lsak, 20 minutda qish kunida qaynab o'tkazishni boshlaydi. Yoz kunida 15 minutda. Bemalol javob beradi shu minutlariga. Qaynashlari, ish berishlari vaqtida zo'r, mo'shli bo'ladi. Xudo xolasa zakaz berasizlar. Bizni manzillarimizga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'ydoq tumanidan bo'ldi. Bittadan mo'shli likelaymiz, kommentariyga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, o'z tanishlaringizga xudoxolasa jo'natib qo'yinglar. Kimgadir manfaatli foydali bo'lishi mumkin. Barchalaringizga rahmat. Sog' bo'lib, salomat bo'linglar.